Yana bir bor xayrli kech do'stlar. Yog'i zo'r bo'lyapti. Zo'r chiqyapti. Mana shota ichida ikrasi bor shekilli. O'tgan safar ham bitta sho'r kanaldan olgan natijani ichida urug' chiqdi. Buni ham qo'yib yuboramiz endi. Ko'paysin. Shunaqa ikrali chiqib turganda qo'yib yuboringlar. Hamma ikra borda buni ish turibdi. Qo'yib yuboramiz buni. Ya alik. Ketdi. Ozodlik berib yubordik. Ikrasi boriga. Sog' bo'linglar, kuzatuvchilar. Shunaqa ikraliklari chiqsa qo'yib yuborib turaveringlar. Ingichka, kichkinaroq, mana shu bir g'achga o'xshaganlar erkagi bo'ladi. Kattalari ayol bo'ladi. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, qadrdonlar, do'stlar, tanish bilishlar, mahalladoshlar. Mana bugun shanba. 7mi bugun? 7-mart. Shunaqa natija bo'ldi. Qarinki 300-400 bor mana. Ancha-munchasali negativlar 250 gram chiqadi. Bu yoqda yozyapti ekan. Endi tosi bilinadi. Mana dambani tepasi frunza joyi. Shu yerdan oldik. Rahmat, sog' bo'linglar hammalaring. Ba'zi ishqibozlari